Hammaga salom bolalar. Bugun biza anarxiya, ya'ni Artcraft serverida anarxiyada biz elitani oldik va biz elitraning qanday afzalligi, zo'r tomonlarini ko'rib chiqamiz. Qaramasam, let's go. Xo'sh, anarxiyaga kirib olamiz. Va mana biz anarxiya 2dagi elitrani olganmiz va biz nima qila olamiz? Masalan, mana bu kirkamiz ozgina ishlatilgan. Shuni biz hozir ko'rasiz. Rep air shunday qilib yozamiz va bizga ya'ni 7 minut 32 sekunddagi yana mana shu so'zni ishlatishimiz mumkin deyapti. Lekin men allaqachon ishlatib bo'lganman. Xo'sh, bizlar hozir nima qilamiz? Bizlar hozir mana shu kirkani mana shunday kirkaga aylantiramiz. Qaramasam, let's go boshlaylik. Bizlarga ishlar kerak. Teskari qo'yib yozsamki, 39-darajani bizlarga yetmasa kerak. Qaramasam boshlaylik. 3 daraja bo'lib qoldi. Shuning uchun men auksiondan qarayman va daraja nima qilaman? Imperator 19 millionlarga juda ham xo'sh. Hozir darajalarimizni olib turamiz. Yetmay qoldi. Hammayni olamiz. Boshqa ilojimiz yo'q. 5 millionga. Mana shu normalniy. O'zimiz buldozerga mana. Zo'r kirka bo'ldi shu. Endi ketdik warp mining. Ko'rganingizdek biz 7 sekundda emas, 3 sekundda yetib boramiz. Bu juda ham yaxshi. Xo'sh, warp mining yangilanib bo'lgan ekan. Aytgancha yana bir tomoni endichasimiz kattalashgan. Agar siz boshqa RTP'larda yurgan bo'lsangiz, enderchasingiz yo'q bo'lsa, shunchaki mana shunday qilib yozsangiz, sizda enderchas oladi. Agar siz elita bo'lmasa, bu afsuski ishlamaydi. Aytgancha mana elitaning nimasi, kiti, narsalari mana shunday. Mana shunday. Hozir biza hozir nima ko'rsataman? Mana kiyib ko'rsataman. Xo'sh, mana bu kiyim, mana bu va boshqa kiyim. Buni nezaret qilib qo'ygandim. Buning qilichi ham bo'lishi mumkin. Yo'q, aniq bo'lishi kerak mana. Eng zo'r qilish desa ham bo'ladi. Mana fire aspect, looting, sharpness, witness, and breaking edge. Zo'r. Kelar bilan edishchani auksionga 650 mingga sotib olamiz. Valloh qo'ydi 650 mingga. Xo'sh, nima sotsak bo'lar ekan? TNT'lar sotamizmi? Bari o'tmaydi. Ko'rdinglarmi, ping bo'lyapti. Yo, TNT bilan ochib bo'lmaydi. Xo'sh, bizlarga hozir ovqat yeb olmasak bo'lmayapti va mana tezroq mine yangilanganda aytgancha mana bu yer kimlar ham bilmaydi, bilmaganlar uchun aytib qo'yaman. Bu yer AFK turasiz. AFK turib har minutingizga token beradi. Har
bir minutingiz bitta token degani. Tokenlarga siz hozir ko'rsataman. Token shop. Token shop. Nimaga ishlamayapti token shop? Hamsiko. Короче, token shop ishlamayapti nimagadir. Token shopga ana imperator kirka yoki aslaqalar, sehrlar, qilichlar olsangiz bo'ladi. Agar tokeningiz yetsa. Kelinlar mana bu setni 1,5 millionga sotib olamiz. Buni esa 4,5 millionga. Va boshqa sotadigan narsam qolmadi. Oppo mining bilan hol. Juda ham kech kelibman. Agar siz hech nima yozishni bilmasangiz, bu yerda elitani nima qilishi bor? Kit elita. Agar qaragan blokka tipa qilish desalar, mana hozir buni tekshirib ko'ramiz. Men mana blokka teleport bo'lmoqchiman hozir. Mana ko'rdinglarmi? Bu vaqti zo'r ishlaydi. Menga mana shu xususiyati yoqdi. Qaranglar, u yoqqa bormoqchiman. Jump deb yozaman. Bo'ldi, всё. Manshetga chiqarib qo'yadi. Buni juda ham zo'r ishlabdi. Yana qayerga teleport qilsak bo'ladi? Mana yerga teleport qilaylik. Vashshe. Men undan 10 qo'yaman bunday nimalarga. Vashshe, uni endi marvar uloqtirmasdan turib shunchaki bir komanda yozganimiz zahoti biz o'sha yerga teleport bo'lamiz. Buni zo'r o'ylashgan ekan. Menga vaqti yoqdi mana shu. Sizlarga qanday usullar yoqdi? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Bulldozer 2, effektingiz 5, vashshe. Keyin mana bu kirgan sotaramizmi? Lekin qabay. Menimcha 2 millionga sotsak bo'ladi. Mana 2,5 million. Menimcha 2,5 bo'lsa kerak. Yana bilmadim. Oppo, qani edi 900 mingga pulim bo'lganda nezar aytalardim. Qaranglar, elita, hammasi elita, titan, elita, titan. Warp'ga warp qilamiz. Qaramiz. Kelinlar bir yerga chiqib ko'ramiz. Hozir qayerga chiqsak bo'ladi? Masalan, u yerga chiqamizmi? Juda ham o'ylagandan ham 5 battar qilib chiqardi-ku. Ana baba, topolmay qoldim. Qatta baba. Jump dezamiz va mana baba. Juda ham uzoqlashib ketibman. Короче, topolmadim uchun warp deb qo'yaman. Tumbuq qoldimi? Algo Battle Royale. Battle Royale o'ynaymiz bola. Nima deysizlar? Qiladigan ishimiz hozir mine qilish, u qilish, bu qilish.
bir marta mayn qilib keyin Battleroyale'ga borib ko'ramiz. Oppa, qimirlatma. Bormayman. La. Nechun. Hozir 1 minutdan keyin yangilanadi. Bizlar esa qatga chiqsak bo'lar ekan. Xo'sh. Nima sotsak bo'lar ekan? Keyingi videoda biz boss o'ldiramiz. Qachonki biz 50 tadan o'tsak, albatta streamda boss o'ldiramiz. Shuning uchun hoziroq like va obuna bosib qo'ying. Biz ham mazza qilib obunachilar bilan stream qilaylik. Qatga boryapsan. Tush. Nima bor bu yerda? Hamma teng qilib mayn qilish kerak. Hozir yangilanadi. Va mayn yangilandi. Afsuski. Yo. Mazza. Ko'rdinglarmi? Nimaga maqtanyapman? Uzr so'rayman. Juda berib ketdim. Va bizda 9 ta olmos bor, tushib ketdimi? Tushib ketdim ekan yoki. Go. Mayn bo'lsa davom etamiz. Go. 10 ta olmosimiz bor. Va suratimiz unchalik kam beryapti. Lekin bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi? Aytgancha buldozer 2 kirganingiz qayerdan kelib qoldi desalar, men buni media olmasdan turib sotib olgandim. Tushunmaganlar uchun. Mana artishi bo'lyapti. 14 ta olmos. 9 ta olmos. 20 dan o'tamizmi? O'tamiz. Biz albatta o'tamiz. Yoki o'tolmaymiz. Mayli. Xafa bo'lmaymiz. Va davom etamiz. Yo. Aytgancha skin nomi kerak bo'lsa, xullas obunachi yig'ib beringlar stream qilish uchun. Mana tekshirish vaqti keldi. Hozir mana kirkam sinay deb turibdi. Hozir men rap air deb yozaman. Rap air. Va mana ko'rdinglarmi? Mending ham kerak emas. Shunchaki bir komand orqali shunchaki yozadilar va bo'ldi. Qarochi, bugungi video roligimiz shundan iborat edi. Hammaga rahmat va kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sizlar bilan ham seko bo'ldi.